D3 ni qanaqa qilib to'g'ri tanlash kerak? Har bitta eng populyar D3 ni olib, sizlarga dozalarini qanaqa tanlash kerakligini bu reelsimda sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Qaranglar, Aqua D3 hammamiz bilamiz, bir tomchisida 500 единица bor. Mana ko'ryapsizlar, bir tomchi одна капля 500 единиц degan. Mintaqamizda bir tomchi profilaktika doza uchun kam hisoblanadi. O'shaning uchun siz 2 tomchi berganingizda bu 1000 единица bo'ladi. Keyingisi, mana Carlson firmaniki 400 единицalik ko'ryapsizlar. Buni ham bir tomchisida 400 единица bor. Misol uchun sizni farzandingizda rahit belgisi bo'ladigan bo'lsa va analizini topshirasizlar D3 kam chiqadigan bo'lsa, 30 undan ham kam bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab dozalanadi. Bu keyingi D3, bu ham Carlson firmaniki, lekin 1000 единица deb yozilgan. Ya'ni bu bir tomchida 1000 единица yozilgan. Buni K2ligi ham bor, u ham 1000 единицаdan bir tomchida bo'ladi. Sizlar shu K2ligini 3 tomchi, 4 tomchidan yozishadi, lekin sizlar единицаga qaranglar. 1000 единица bir tomchida. Bu 3-4 tomchi beradigan bo'lsangiz 3000-4000 единица bo'ladi. Bunda bolani organizmida intoksikatsiya ketadi. Mumkin emas bunaqa katta dozada berish. Keyin 1-1,5 yoshli, hattoki 2 yoshli bolalarga 1000 единицalik D3larni tavsiya qilmayman. Oddiy 400-500 единицalik D3larni ham ishlatsa bo'ladi. Keyin agar katta dozada slishkom D3 beradigan bo'lsangiz, birinchidan organizmda intoksikatsiya bo'ladi, ikkinchidan bu so'rilmasdan prosta organizmdan chiqib ketishi mumkin. Child Life D3sida qaranglar, 500 единица 0 dan 1 yoshgacha deyilgan. 6 tomchisida 500 единица. 6 tomchisi bu degani profilaktika maqsadida 6 ta tomchi berasiz. Ya'ni 500 единица faqat 6 tomchida. 1 yoshdan kattaligi 8 ta tomchi, 8 ta tomchida 500 единица bo'ladi degani. California Gold Nutrition bilan rasm bo'lardi, uni ham 1 tomchisida 400 единица bo'ladi. Поэтому misol 3 tomchi bersanglar, u уже 1200 единица bo'ladi. Yana keng tarqalgan D3lardan bittasi bu mini drops. Bunda 1 millilitrda 400 единица. Ya'ni bitta pipetka tortib berganingizda 400 единица bo'ladi. Buni ham inobatga olinglar. Agar sizni bolangizda rahit belgilari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun siz tipa 1 tomchi yoki 1 millilitr, ya'ni 400 единица bera olmaysiz. Rahit belgisi bo'ladigan bo'lsa, agar siz 1200 yo 1600 единица berishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu millilitringiz 1 millilitrda 400 bo'lsa, 1300 da 3 millilitr berishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar nima deyapman? Ana kaplililarda 1 tomchi 400 bo'ladigan bo'lsa, 3 tomchi bera olasizlar. Bilaymanki, sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Savollaringizga javob beraman.